Termiz shahar Yashil dunyodan uy chiqarishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Farovon massivi 7 qavatli yangi qurilgan g'ishtli uylarda bo'lib turibdi. 2 xonalik uyimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'yamiz va do'stlarga tashlab qo'yamiz aziz obunachilar. E'lon sifatida aytib o'tib ketamiz. O'tgan safar ham xuddi shu yerdan uy chiqargan edik, ya'ni birinchi qavatdan 200 million so'mga uyimiz sotildi aziz obunachilar. Ko'pchilik telefon qilishyapti, tahrirlab qo'ydik, sotildi deb. Bu 7-etajda joylashgan, liftlar bez atkaz 24/7 ishlaydi, hech qanday muammosi yo'q. Tashqi eshikdan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda spalni xonasida to'g'rimizda turgan konditsioner qoladi. Ha aytgancha uydagi ba'zi bir jihozlar chiqib ketadi, ba'zilari qoladi. Ya'ni konditsioner, garderoblar qoladi bu spalni xonasidagi va kirmoshina, shunga o'xshagan jihozlar chiqib ketadi. Gilam pardasi qoladi. 70%, 60% narsasi deyarli qolyapti. Spalni xonamizda to'g'rimizda qarama-qarshisida esa katta xona hisoblanadi. 66 kvadrat metr, 7 qavatli uylarning 7-qavatli g'ishtli uylardan. Gaz, suv, svetda aslan muammo yo'q aziz obunachilar. Bu esa katta xona hisoblanadi, juda katta xona. 2 ga bo'lib 3 xona qilsa ham bo'ladi, bemalol. O'shanaqa qilib olganlar ham bor. Demak, narxini aytib o'tamiz. Narxi 435 million so'mdan baholandi. Ozroq kelishadigan joylari bor. Kelsangiz kelishamiz, naqd va ikkilamchi shaklda ipoteka ham chiqarib beramiz. Eng asosiysi aziz obunachilar, ikkalasi razdelli, ya'ni hojatxona bilan dushovoy razdelli. Ko'rib turganingizdek, yarmigacha kafillangan. Oldimizdagi, o'ng qo'limizdagi kirmoshina chiqib ketadi. 7-qavat bo'lishiga qaramay suv yaxshi chiqadi, lekin har ehtimolga qarshi pastda ko'rib turganingizdek motor qo'yilgan. Suvda aslan muammo yo'q. Kelsangiz ochib ko'rsatamiz. Suvning napori yaxshi. Bu yoqda esa oshxonamiz hisoblanadi. Kuxniyalar qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, qurush tomonidan qo'yilgan kuxniyalar barchasi qoladi, xolodilnik. Demak, aytib o'tdik narxini. Manzilimiz Yashil dunyo hamma bo'ladigan. Bog'lanish uchun nomer 99 kod bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlaydi. Tezda shoshilamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.